ishimizni o'z egalariga topshirdik va nechta ish e'lon qo'yib berganimizni videoda aytib o'tamiz va qanday xizmatlar ko'rganimizni ham videoning oxirida aytamiz. Bu xonadonimizga 5 tadan 5 ta xotish va 3 ta ish qo'yib berganmiz. Xonamiz Akaplas 6 metr, buni rangi antrazit va bunga 2 old istiklarni pepelonlikdan qo'yib berganmiz. O'ramimiz oyliklar pepelonliklar va shuning hisobiga bular rangli bo'lgani uchun yozga salqin saqlab beradi va qishki kunlarda issiqni saqlab beradi. O'ramimizga biz rotasyon ruchkalardan qo'yib berganmiz va ular ilk-bir bo'lgani uchun ancha yilga xizmat qiladi. Va bu romimiz ikki tomonga ochiladi, mana oddiy ochilishi va fotish ochilishi ham ochiladi. O'ramimizga qo'shimcha sifatida padakonli ishlarni qo'yib berganmiz va bularning ikkovsi rangi bir xil bo'lgani uchun rosa chiroyli chiqadi. Eshigimiz nomi Allox buni rangi element qo'yilgan antrazit, chunki bular rom bilan eshiklar bir xil sifatda tushadi va bularni balkon profilini yasab berganmiz. Shuning hisobiga bular ancha yilga xizmat qiladi, yigida osilib ketmaydi. Bu eshiklarimizga ham pepelonliklardan qo'yib berganmiz. Tashqari sistemasi hammasi bir xil bo'lgan va bu eshiklarimizga original aksessuarlardan Akfa tomonidan ishlab chiqarilgan ishlatganmiz. E'llar buni bitta ochib ko'rsatib beraman. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, trener va kelib murojaat qiling.